Assalomu alaykum Yog'imiz biznes kanali a'zolari va kuzatuvchilari. Mana bugun 2025-yil 23-mart. Ertaga xudolasa yana fermerlarga dastavka qilyapmiz. Ertangi kunniki hektariga 1 milliondan berilgan subsidiyalarga Yog'imiz yetkazib berish jarayoni mana 50 kilodan har bir qopda bunaqa sergitilyapti. Namlari 40% dan yuqori bo'lmagan darajada Yog'imiz qoplanyapti. Mana qoplar 50 kilo pilis Qashqadaryo Shahrisabzda Yog'imizni yuklash jarayoni. Bu ikkinchi mashinamiz. O'tgan safar ham video qilgandim, 6 tonna 100 kilo Yog'imiz yetkazganmiz. Mana bu ikkinchi mashinamiz. Bugun xudolasa 8 tonna 300 kilo Yog'imiz dastavka qilamiz. Erta dushanba kunga boradigan qilib. Mana qoplada yuklash jarayoni. Tortib har birta qop tortib taroziga tortilib pinti kelyapti. Mana katta qop to'la. Mana bu ikkinchi mashinamiz. Yuklash jarayoni. Namliklari sifati shunaqa holatda yetkazib beriladi. Shuning shaydosi MTJ Yog'imiz Shahrisabz. Manzilimiz Qashqadaryo Shahrisabz tumanida. Mana bu Qarshida. Qarshi shahriga, Qarshi tumani, Beshkin tumaniga boryapti bu fermerlarimizga. Ikkinchi so'zi. Holati. Shopur boshlayda bo'lmaydimi? Arkayda.